qilyapmiz endi. Assalomu alaykum Feruza aka. Yaxshimisiz? Sog'lik yaxshimi? Rahmat. Yubkalardan bosh. 10 ming so'mdan yubkadan 10 ming so'mmi boshlaymiz. yubkalar? Ko'rsating. 10 ming so'mdan. Bu ko'ylaklarimizni ham tashlaymiz ertaga ochib 30 ming so'mdan. 30 ming Ikkinchi kundan 30 dan. Birinchi kun bo'lmaydi, ikkinchi kun birinchi kun bo'lmaydi, ikkinchi kun. Mana apga. Mana. Ko'ring, 10 ming so'mdan saylab olamiz. Kelishaveradi. Sanog'i ko'p. 10 ming so'mdan mana. Har xil svetlari bor. Saylab tanlab kiyib ketishadi. Svetlari ko'p. 10 ming kelsangiz bo'ladi. 100. Inakaga bunday ko'ylak ishtonlarimiz bor, bular. Ikkinchi kuni aksiya qo'yib beraylik. Ikkinchi kuni bularni. Svetlari bor. Bu 1. Mana 2. Bu 3. Mana. 3 xil, 4 xil sveti bor. Ikkinchi kuni bular 40 dan beramiz. Ikkinchi kuni 40 ming so'm. O'zi 45 ming, 50 ming sotib turibmiz. 40 dan qo'yib beramiz. Tamam. Keyin ko'ylak ishtonlarimiz bor. Har xil, mana shu ko'rsating pasini 100 dan qo'yib beramiz. 100 ming so'mmi? 100 ming so'mdan. Mana shu boshidan tortadi, shu yergacha keladi. Bemalol talab o'zingiz yaqqan olib kelsangiz. 50 minglik ko'ylak ishtonlar mana. Yenglari o'zi. 50 ming so'm. 50. Yubkalarimiz kelgan. Mana 60 mingdan qo'yib beramiz. Svetlari Ranglari baqi. 50 ming. Mana 60 ming so'mdan qo'yib sveti bor. Buni 5 xil sveti bor. Puchtisi ham bor, oq so'raganga oqi ham bor, qaymoq rang so'raganga qaymoq rangi ham bor. Bularda sveti dim ko'p. Hammasini 60 ming so'mdan qo'yib beramiz. Optimal olib kelsangiz ham bo'ladi. Mana bu futbolkalar ko'rsating. Toshligi ham, narigisi ham 30 mingdan qo'yamiz. Ish ko'rib turan futbolkalar 30 ming so'm. Yana keyin kofta yubka mana 60 ming so'mlik yubka, 50 minglik kofta. 110 mingga kofta yubka qilib kiyib ketishadi. 110 ming so'm. 110 ming so'm. Mana ko'rsatdiga bularni shu yerda kelib tanlaveradi. Keyin bu yerda bu yubkam bor 20 mingda. Mana bu kattalarga ham tushaveradi mana. 20 ming so'm. 20 ming so'm. Svetlari bor. Svetlari bor mana. Sarig'i, qizili, pushtisi. Ko'rdingmi? Yana kelgan. Mana qarang. 20 mingga yubka, 30 mingga kofta, 50 mingga kofta yubka. 50 ming so'mga kofta yubka. Neyda ko'rayapsiz? Hozir topamiz. So'nka qo'raylik. 30 ming so'm. Svetlari ham bormi? Svetlari bor mana. Buni svetlari dim ko'p. Yubkaga moslab mana, xohlasin sarig'idan olsin. Mana xohlasin jigar rangidan olsin mana. Ko'rasizmi? Mana. Uzuni desa uzuni, kaltasi desa kaltasi. Ranglari dum ko'p. 30 ming so'mdan. Saylab oladi. Kelib 30 ming so'mdan olib ketaveradi. Yine o'tib turadi. Keyin bitta yubkalarimiz bor mana 30 ming so'mdan. Ko'rsating. 30 ming so'm. 30 ming so'm. Mana. 30 ming so'mdan. Bu yerda koftalarimiz bor. 50 mingdan qo'ydik. Bular Xitoy koftasi mana. Xohlasin kofta yubka qilib kiysin. 85. Xohlasin mana 110 mingga bitadi. Mana svetlari bor. Oq deydimi, pushti deydimi, nima desa. Oq koftalar ham bor mana maktabga. Ko'ryapsizmi? 50 ming so'mdan qo'yib beramiz. Keyin bu yerda zo'rishga ko'ylaklarimiz bor. Svetlari dim ko'p mana hammasi. Shu yerdan nima topsa 50 ming qo'yib yuboramiz. Mana manikiga kiyilgan holi. Qanaqasidansa kelib kiyib ketishaveradi mana. 50 ming so'm 2 metr material puli. Chevaryonga qoladi. Oq deganga ham bor maktabga mana. Oq xillar ham oq deganga ham bor. Maloshli deganga ham bor. Jigarrang, ko'k, qora svetlarimiz dim ko'p mana. 50 ming. Razmerlari bor-ku. Razmer standart bo'ladi. Standart razmer. Eng kichkinasi 5-sinf, eng kattasi mendan iriroqqa bo'ladi. Mana hozir birini kiyib beraman. Ko'rasizlar. Bu cho'ziladi-da. Kiyib bering. O'ylashmasin, kichkina narsa demasin. Mendan iriroqqacha bo'ladi. Ko'rdingizmi mana? Mana. Bu yerda rezinkasi cho'ziladi. Mana. 50 ming so'mdan. Keyin bitta ko'ylaklarni 30 mingdan qo'yib tashladim. 35 dan. 35 mingdan qo'yib tashladim. 35 ming so'm. 35 adashdim. 35 dan. Mana o'tdagi ko'ylagim bor, mana masla 20 ming so'mdan ham bor.
20 ming so'm. 20 ming so'm. Bemalol kelsangiz bor. Razmerlar nechadan chiqadi? Razmer standart. Bularda razmeri qolmadi. 3-kundan razmeri keladi. Tamam. Hozir razmer qolmadi 35 ming so'mdan. Bu ko'ylaklarimiz aytdiga qarang, bu yog'ini ko'rsating. Tamam. 2-kundan 100 dan mana. Shu yergacha 100 so'm. Mana ularım bor. Bular 80 sotib o'tiribman. Ham kamzala, ham kostyumi. Mana kostyumini nima bilan kiyman? Bunday qilib kiyib kelsa ham bo'ladi kostyumni. Ko'rdingmi? 80 ming sotganman, 70 dan. Kostyumi ham bor bular. Bu ham kostyum, ham yubka. Tamam. Bunisi ko'ylak. Ustida kostyumi bor. Svetlari 3 xil. Qora, qizil. Razmerlar standart. Razmerlar standart. Bu bo'laveradi. Kim kiyaman desa ketaveradi. Keyin bu kofta yubkani ko'rsating. Tamam. Bu yoqda 4 xil sveti, bu yoqda 3 xil sveti. Bularni ikkinchi kuni 130 dan qo'yamiz. 130 dan. Bir kunga 150-140 sotiladi. 130 ming so'mning qatori bilan qo'yib beraman. Bu 3 xil, ana ko'rsating 4 xil. Tamam. Yine bu koftalarimiz bor. Bularni 60 dan qo'yamiz. Qoch. Bu ko'ylaklarimizni 80 ming, 70 ming sotyapmiz. Ikkinchi kuni 60 dan qo'yib beramiz. İkinci gün 60 ming so'm. 60 mingdan 3 xil sveti bor. 60 ming so'mdan qo'yib beramiz. Razmerlar standart. Razmer standart, razmer bo'lmaydi. Mana 130 minglik nimamiz, nimalar, svetlar. Havorang yana. Bu yoqda 4, u yoqda 3, 7 xil svet. Tamam. Manzili 9 etajdan gelish bo'ladi, ban taraf pavilyon bozor o'tib ketish bo'ladi. Video like bosib qo'yamiz, kanalga obuna. Sog' salomat bo'linglar.